Hammaga salom do'stlar. Bugun biz sizlar bilan hardcore'dagi videomizning keyingi qismlarini olamiz. Kim e'tibor bergan bo'lsa, hamda bunday daraxt bor. Bu daraxtni qayerda olding desangiz, mana savdogar sotib keluvdi. Qimmatga bo'lsa ham bittasini 5 izimrudga bo'lsa ham oldim. Keyin shuni ko'chatidan ko'paytirdim. Yana ko'rinmas damlama ham oldim. Bu yangi kelibdi, ko'raylikchi. Foydali narsa. Voy! Xaltalarimda yo'qmi? Yo'q, xaltamda izimrudni yo'q ekan. Ketib qolmay, iltimos, hozir bas izimrud olib chiqay. Undan oq daraxt 32 ta sotib oldim. Va mana bu ko'chatlarni chopib olish kerak. Shunchasini. Bunga men qanday chiqaman? Yo-mayo. Xullas chopib olay. Xullas ozginasini chopdim, qolganiga bo'yim yetmadi. Sizlar xohishomang, men mana shuncha daraxt chopdim. Endi buni sotishim ham muammo bo'ladi. Xullas yana maydalangan daraxtlarimizni chopib olamiz. Tayoqchalarni sotib olamiz. Xullas kelishma. Tayoq kimga kerak edi? Izimrudga almashaman. Shular yangilangan. Menga asosiy daraja bilan ko'proq izimrud juda kerak. Xullas do'stlar, bunday turish joyi deydi. Qo'rqmasdan Nezerga boramiz. Xullas uyga qaytishga to'g'ri keldi. Oltin shim yasash esdan chiqdi. Va Nezer portaliga boramiz-da. Tezroq. Va oltin shimni bilib aytib kiyib olamiz. Va buni olib qo'yib, buni bu yoqqa portalga kiramiz. Tirik qaytaman degan umidda. Spam bo'lgan yerdan skelet bor ekan. Bitta otsa tamomanda. Bu yoqda qanday ahvollar? Bu yoq umuman rasvo. Yo-mayo. Qayoqqa ketsam bittasi. Mayli, mana shu tarafga sekingina shunday qilib qurib boraveray. Aytgancha portal koordinatasini yozib olay. Komanda hal qildim va mana bu yerdan sekingina blokni qurib olish kerak. Bir orqaga qarab qolish xavfli. Mayli, blokni ko'p ishlatib bo'lsa ham tirik yetsam bo'ldi. Nezerga hardcore'da birinchi marta kelishimda yo'q. Yo'q qadaringiz. Bo'ldi. Hal qildim. Nezer portalini izlab qolamiz-da. Bastionga o'xshayaptimi? Bastion emas. Yo'q. Qasamayan ko'p o'ynashyapti. Hadi 3,5 ta jonim qoldi. Bu yoqqa qaytib borish esa hissiyotlarim qolmadi. Endi skelet ham bor. Bu yerga qaytib borishga umuman hissiyotlarim qolmadi. Shu yerdan kasni hal qila olamanmi? Yo'qolib qoldi. Yaramas. Yo'q, meni kuchim yetmaydi. Qachon kuchim yetdi? Endermenni ko'ziga qarama asosiysi. Endermenni ko'ziga qarama. Atrofda skeletlar bor. Yugursam otib tushirib qo'yishim. Yo'q.
Egasi. Xullas mayli. Yo'q, nimada o'lyapsan axir? Yo'q, qoch. Yo'q, qoch. Kamon bilan xalqi. Yo'q, bu sehrlangan kamoni bor. Uncha och qolyapman. Yo'q. Faqat gaz indamay tur. Yo'q, hal qildim, indamadi. Rahmat. Va men senda merka roqman toshni egallasidan. Va. Mayli, nima bo'lsa bo'lsin. Qurdim. Yo'q, unda qursam men yonaman. Shunday qilib qurish kerak. Bunday qilsam men yonaman-da, shunchaki. Shuning uchun ham mana shunday qurganim juda yaxshi. Va tepat shunday yo'l olib kelamiz. Sekin ketamiz bu yoqqa qarab. Va sakraymiz-da, sekin o'tamiz va Qizalo'g'onga kirib olamiz. Va bu yerga kirib nima qilamiz? Ular menga indamaydi, chunki menda oltin oyoqligim. Menda oltinda narsalar bor. Va endi men koordinatlar ustasi bo'lmaganim uchun kelayotgan yo'limni bloklab belgilab ketaman. Men cho'chqor qalqonni sindirishdi. Endi undan ham xavfli bo'ladi. Oltin ko'lib marvarid olishga harakat qilaman. Nimaga? Voy, Piglin. 65 kunlik sayohatni bittada yo'q qilishdi. 65 kunlik sayohat. 65 kunlik sayohat bir tiyinlik bo'ldi. Mana shuncha uy qurdim. Polislar va mana shuncha mehnatlarim. Afsuski bari bugun hozir